Namanganlik muxlislaringda azaldan eng faoli o'zi. Hop, Bilal yomon emas, pas to'pni o'tkazib yubordi va gol! Marushich mana shu o'tkazib yuborgan futbolchi asosiy ishni qilganligini alohida e'tirof etamiz. Mana qanotdan uyushtirilgan hujum, sifatli hujum. Markazdagi futbolchilarning kamligi, navbahor futbolchilarning kamligi alal oqibat Marushichning bemalol zarba yo'llashiga imkon berdi. Bir darvozabonni ayblamagan bo'lardim. Tayanch yarim himoyachilardadir vaqtida yetib kelishmagan va qo'llab-quvvatlamagan ikkita futbolchi sariq libosda yurganligini ko'rdik. Bemalol to'rt burchak ichida sayr qilib ko'ring va zavqlaning. Bilal Toshmirzayevdan pas, mana shu joydagi harakatlar Jamshid Boltaboyevga tegishli. Boltaboyev gol haqqining 40%ni olsa arziydi. Marushich bersa bo'ladi. Bir